3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. Mazkur tor romani Üllər Studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 3-bob. Talant egisi. Sav chedir ishkini ochgan daqiqada hangiqib turib qoldi. Uyda 17-18 yoshlari chomisidagi egiz bo'yliq bir yigit bor bo'lib, kuchsiga oshpazlarning kiyimini kiyib olgan edi. Uning kitob xumor chiroyi ichidagi bir oz sabiylik sovga odamni xato izlab qolgandek tuyg'u berdi. U bu yerga kelish yo'lida o'zi ko'rib baxmagan bu talant egisini qeri mo'ysbet yoki biror mardoni yigit deb xiyol qilgan edi. Lekin uning oldidagi bu yigitni kichik bola desakmi bo'laveradi. Diyanmo tashabbuskorlik bilan o'ng'aysizlikqa to'lgan kayfiyatni bozib tashlab, uningga salom berib mundoq dedi. Begimga salom. Kamina Diyanmo, taxallusim Ziji. Taqsir, tuz qilib ketdingiz. Sav az ho'shini tepib darhol uni yurdi. U ikki qo'li bilan Diyanmoning qo'lini tutib, hayajonlangan holda mundoq dedi. Men janoblarning oshpaz ekanligini o'ylabmi baxmabdiman. Qani, Ziji taqsir. Qani o'ltiring. Sav shundoq degach, o'rindiq elib kelib, Diyanmoni o'ltirishga taklif qildi. Diyanmoning o'ltirganini ko'rgandan keyin Sav Diyanveyga varqirab mundoq dedi. Eliqi, sen berib oshpazlarga yaxshi go'sht tayyorlashni ayt. Men janoblari bilan kech-kunduz paranglashman. Begim, bunda qilishning hojati yo'q. Men burulni tayyorlab qo'ygan. Diyanmo yon tarafdagi o'choq beshidan tayyorlab qo'ygan to'xi kaupi va mayni ilib, Diyanveyni yeniga chaqirdi. Begim, mening ismim Diyanvey. Diyanvey Sav uni heliqi kim deb chaqirganidan sal umidsizlanib, ko'nglida begim degan mening ma'budam. U mening ismimni unutib qolgani nimasi deb o'yladi. Aras. Sen baya Ziji mening inim degan eding-ku. Shunga biz bir oila kishilari. Qani o'ltir. Sav Diyanveyni tortib o'ltirg'izgandan keyin mundoq dedi. Aras. Sen menga ismingni aytib, taxallusingni demeding-ku. Nemeti eliqi Payişe? Qo'shinda nereden kelgan payişi bo'lsin? Diyanvey beshini qashlab, chiroyidan tushunmaslik chiqib turadi. Diyanmo peshonasiga urib mundoq deb pichirladi. Fahisha emas. Men sizga qo'ygan taxallus, ya'ni ikkinchi ismingiz. Diyanvey xuddi tushdan uyg'ongandek yana bir qitim beshini qashlab birdam o'ylanib olgandan keyin Diyanmo o'ziga qo'ygan ismni esiga ilib mundoq dedi. Begim, mening ikkinchi ismim Zishin. Ju sulolasidan boshlab qoida bo'yicha 20 yoshdan oshgan erlarga toj kiydirilib, cho'nglar uningga taxallus qo'yatdi. Lekin bu esil zodilar yoki boy oilalarni ko'rsatadigan bo'lib, Diyan oilasiga o'xshash kambag'al, to'van tabiqidagi dehqonlar xat tonimaydigan bo'lg'achqa taxallus qo'yishdek ishlarni bilmaydi. Ziji bilan Zishin degan taxallusni Diyanmo qo'ygan edi. Sav hatto o'zining taxallusini unutib qolgan Diyanveyga qarab, uning kallasi normal emas o'xshaydi deb o'yladi. Lekin Diyanmoning yuzini qilib, uningga bak eran qilib gapmay, bir chaynak mayni uningga mundoqli ishtirib, uni yonda jim o'ltirib may ichishga ishorat qildi. Diyanvey Savning ruxsatini elib, may ichgach to'xo kaupini g'ojilashga boshladi. Ziji taqsir. Sav Diyanmoga hurmat bilan ikki qo'lini qovushtirib ta'zim qilib, samimiylik bilan mundoq dedi. Hozir qo'shinimizning ochliqi bir oyga yetmaydi. Libo bo'lsa, Chungung Jangmyovlarning qo'llashiga erishdi. Hamda 40 mingdan ortiq lashkari bilan bu yoqni ishg'ol qilib oldi.
Men uni qandoq yo'qotishni bilolmay qoldim. Menga amal tepib berishingizni o'tinaman. Dianmo Sav-Savga salom bergandan keyin uningga tikilib turib mundoq dedi. Dongjay kentiga ushtum tut hujum qiling. Sav-Savning yuragi jig'g'idi qilib, ko'zlarida umidsizlik paydo bo'ldi. Dongjay kentiga Lübu lashkar o'rlashtirgan bo'lib, u Puyang baliqining sharqiga joylashgan edi. Shunga Sav-Sav Shunyu, Cho'ngyu qatorliqlar bilan maslahatlashgandan keyin Dongjay kentiga ushtum-tut hujum qilishning yomon emas tanlash ekanligini his qilgan edi. Lekin masala talant egisi qoldirib ketgan yeliqi xatti bo'lib, uning da Dongjay kentiga ushtum-tut hujum qilsa, cho'qim mag'lub bo'ladi deb yozilgan edi. Hozir Dianmoning bundoq deyishi Sav-Savda ko'z oldidagi bu odamni heliqi talant egisi emasmidi deb gumon paydo qildi. U chiroyini o'zgartmay mundoq dedi. Janoblari, bir oy burunqi heliqi xatning 3-qurida nima deb yozilganligi esingizda bormi? Dianmo kulib ko'zidan yosh chiqib ketdi. Ondan yoshlarini surtib mundoq dedi. 3-besharat shuki, Dongjayga ushtum tut hujum qilsak, cho'qim mag'lub bo'lamiz. Sav-Sav bu gapni anglagandan keyin ko'z oldidagi bu yigitning bir oy ilgari o'ziga xat yozgan odam ekanligiga ishondi. Chunki xatning mazmunini hech kim bilmaydigan bo'lib, bugun ko'pchilikni odam izlashga avatgandimi, xatning mazmunini oshkorlab qo'yishga bo'lmaydiganligini qayta aytgan edi. Shunga Dianmo xatning mazmunini to'g'ri deyaligashga, cho'qim xatni dal mushu odam yozgan edi. Janoblari, Dongjay kentiga ushtum-tut hujum qilsak, cho'qim mag'lub bo'lamiz deb oldin hukm qilgan turib, endi yana nima uchun mushundoq qilamiz? Sav-Sav Dianmoga astoydillik bilan qarab, ta'lim olishga tayyorlandi. Mening demoqchi bo'lganim, sizning planingiz bo'yicha Dongjay kentiga ushtum tut hujum qilsak, mag'lub bo'lamiz. Sav-Sav tushunmagan holda mundoq dedi. Amisa ta'lim bergaylar. Dongjay kentida 5000 kishilik qo'shin bor. Buningga Lübuning cho'ng sandig'ini boshchilik qiladi. Agar farizim xato bo'lmasa, siz 8000 dan 10 minggacha lashkar bilan u yerga ushtum tut hujum qilmoqchi. Shundaqmi? Sav-Sav bu gapni anglab cho'chib ketdi va yana bir qitim uningga qoyil bo'lib mundoq dedi. To'g'ri, dal mushundoq. Dianmo jonni bir chetga olgandan keyin jon bilan may chaynikini ko'rsatib turib mundoq dedi. Dongjay kenti bilan Puyangning orliqi 50 chaqirimni keladi. Shunga otliq lashkar yarim soatda yetib bora oladi. Siz Dongjay kentini olgan taqdirdami, bu qonliq jangdan keyin Lübuning yordamchi qo'shiniga qanday taqabul tursiz? Sav-Sav ko'nglida 5000 lashkarga ushtum-tut hujum qilgan taqdirdami, 2-3 osh pishim ichida jangni hal qilish mumkin emas. Uning ustiga Gavshin boshchiligidagi otliq lashkarning hammasi Shiryangdan kelgan sarxillar deb o'yladi. Shunga chiroyi surlik tus ilib, tinsiz holda Dianmoning davomli so'zlashini kutdi. Amaliyotda Dongjayga ushtum-tut hujum qilish o'yingiz haqiqatan abchil chora. Qo'shinimiz texi yengilib mag'lub bo'ldi. Shunga Lübu qo'shinimizni tushkunlashib ketgachga dam oldirib tartibga soladi deb qaraydi. Agar bu chaqda tuyuqsiz hujum qo'zg'asak, ular cho'qim tantirab qoladi. Lekin masala lashkarlarning sonida. 5000 lashkarga 10000 lashkar bilan ushtum-tut hujum qilish yuqorichak bo'lib, kentda urush qilganda dalada urush qilganga o'xshash odam ko'p bo'lsa, roli ko'p bo'lmaydi. Sav-Sav Dianmoning maqsadini tushunolmay mundoq dedi. Undoq bo'lsa, yana 5000 odam ko'paytamdi. Dianmo beshini chayqab 3 barmoqini chiqardi. 30 ming? Sav-Savning hayronlikdan enligi yerga tushib ketay deb qoldi. Bu uning barliq lashkari kuchi edi. Taqsir. Dongjay kenti cho'ng emas. Hamma kirib olsa, roli cho'ng bo'lmaydi. Uning ustiga Lübu Dongjay kentidan voz kechib, o'dil bargoyimizga borsa, bizning hatto turadigan yerimizmi qolmasligi mumkin. Begim, lashkarlarning hammasini kentga hujum qildirish natoyin. Dianmo ko'rsatgich barmoqi bilan o'ttir barmoqini bir yerga yig'ib,
boyi ko'rsatgan Puyang bilan Dongjay kentini ifodalaydigan may chayniki bilan jomning o'ttirsidan kesib o'tdi. Bu harakat shu hamon Savsovga Dianmoning maqsadini tushundirdi. U Dianmoga hangiqib qarab, yurak soqishi kuchayib ketdi. Dianmoning maqsadi Lübuning yordamchi qo'shiniga dalada yoshirinib hujum qilish edi. Puyangdan Dongjay kentiga boradigan 7-8 tog' yo'li bor bo'lib, biroq tez suratda Dongjay kentiga yordam qilish uchun faqat otliq lashkarlar mos keladigan cho'ng yo'lda minishga to'g'ri keladigan bo'lib, bu o'ziga hujum qilish fursati yaratib berganlik edi. Ammo yordam berishga oldirgan Lübu o'zining cho'ng yo'lda boshqalarning pistirmasiga tushib qoladiganligini, hatto Savsovning barliq otliq lashkarlarini oldin qisabga yo'tkashga jur'at qila oladiganligini faraz qila olishi texmi mumkin emas edi. Savsovning mushtimi ixtiyorsiz tugilib oqirib ketdi. Dianmo hammani faraz qilgan bo'lib, haqiqatan odamning yuragini titrtib yetdi. Men bugun urushda mag'lub bo'lgandan keyin haqiqatni o'ylab, janoblarining qobiliyatining jahonda tangdoshsiz ekanligini bildim. Bugun janoblarining parang orliqida Lübuni halokat girdobiga opirib qo'yganligini ko'rdim. Haqiqatan odamning yuragini titrtidi ekansiz. Mening salomimni qabul qiling. Savsov shundoq degunicha o'rnidan turib, Dianmoga qarab bosh egib salom berdi. Bu ish to'qib ochiqi yeb may ichayotgan Dianveyni gangirtib qo'ydi. Hamda ko'nglida inimning nima deganligini tushunolmagan bo'lsam-mu, lekin begimning turqiga qarabla inimning deganlari cho'qim odamni bak qoyil qiladi deb o'yladi.